Assalomu alaykum hurmatli talabalar, aziz tinglovchilar. Navbatdagi demak darsimiz oddiy differensial tenglamalarga bag'ishlanadi. Ya'ni birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalar, qo'shib masalasi, o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama, bir jinsli, chiziqli va Bernoulli tenglamalari. Biz yangi bobni boshladik. Demak, fanimizning yangi bobi differensial tenglamalar. Darsimizning rejalari quyidagicha. Demak, oddiy differensial tenglamalar, qo'shib masalasi, o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama. Bu eng sodda differensial tenglamalar hisoblanadi va bir jinsli, chiziqli va Bernoulli tenglamalarga to'xtalib o'tamiz. O'zi demak, differensial tenglama deb nimaga aytiladi? Tenglama ta'rifini siz yaxshi bilasiz, maktab dasturlaridan. Demak, noma'lum qatnashgan tenglikka nima deyilardi? Tenglama deyilardi. Differensial tenglama ta'rifi esa quyidagicha kiritiladi. Demak, erkli o'zgaruvchi noma'lum funksiya va uning hosilalari, ya'ni differensiallarni bog'lovchi tenglama differensial tenglama deyiladi. Ya'ni tenglamada nima qatnashyapti? Noma'lum funksiyadan tashqari uning hosilalari ham ishtirok etsa, demak bu differensial tenglama deyiladi. Differensial tenglamaning tartibi deb unda hosilalarning yoki differensiallarning qatnashgan eng yuqori darajasi bilan demak aniqlanadi. Masalan, mana bu quyidagi differensial tenglama ikkinchi tartibli differensial tenglama deyiladi. Ya'ni hosilaning ikkinchi tartibi, eng maksimum tartibi 2 bu yerda, o'sha uchun ikkinchi tartibli differensial tenglama deymiz. Keyingisi oddiy differensial tenglama va xususiy hosilali differensial tenglamalarga bo'linadi. O'zi differensial tenglamalar agar izlanayotgan funksiya bir o'zgaruvchili bo'lsa, bu oddiy differensial tenglama deyiladi. Agar izlanayotgan funksiyamiz bir nechta o'zgaruvchili bo'lsa, 2 va undan ortiq o'zgaruvchili bo'lsa, bu xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi. Chunki bu tenglamada xususiy hosila qatnashadi ko'p o'zgaruvchili funksiyadan, sizga ma'lum. Demak, mana bu birinchi tartibli xususiy hosilali differensial tenglama deyiladi. Birinchi tartibli oddiy differensial tenglama. Demak, biz asosan oddiy differensial tenglamalarga to'xtalib o'tamiz. Birinchi tartibli oddiy differensial tenglamaning umumiy ko'rinishi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda x demak erkli o'zgaruvchi, y noma'lum funksiya, y' uning hosilasi ekanligini bildiradi. Xo'p, funksiya y' barobar f x y ko'rinishda berilsa, ya'ni ikkinchi ko'rinish bu differensial tenglamani oshkor ko'rinishi yoki y' ga nisbatan yechilgan ko'rinishi deyiladi. Differensial tenglamalar mana bu ko'rinishda ham, shaklga ham yozish mumkin, bir ko'rinishdan boshqa ko'rinishga o'tish mumkin. Demak, bu ham differensial tenglamaning simmetrik shakli deyiladi. Xo'p, differensial tenglamaning yechimi nima yoki yechimi integrali deydi ba'zi adabiyotlarda. Demak, shunday bir funksiyaga aytiladiki, y barobar px ga aytiladiki, bu demak tenglamaga olib borib qo'yganda tenglamani demak ayniyatga aylantiradi, ya'ni to'g'ri tenglikka aylantirib bersa, unda bu funksiya berilgan differensial tenglamaning yechimi deyiladi. Biz bilamiz, tenglamaning yechimi deganda nima qiladi? Masalan, oddiy tenglama x plus 5 barobar 10 ni ishlasak, x'imiz masalan 5 yechim. Qayerdan tekshiramiz? Tenglamaga olib borib qo'ysak, 10 teng 10 tenglik qanoatlantiradi. Xuddi shunday differensial tenglamada ham yechim, demak mana funksiya yechim bo'lishi uchun har qanday yechim nima qiladi? O'sha berilgan tenglamani qanoatlantirish kerak. O'shandagina shu berilgan tenglamaning mana shu yechimi deyiladi. Tekshirib ko'rilyapti. Demak, mana shu yechimi yo'qmi? Demak, funksiyada nechinchi tartibli hosila bo'lsa, o'shancha tartibli hosilaga, uzluksiz hosilaga ega bo'lish kerak. Hosilalarni olib, o'zi qatnashgan joyga o'zini qo'yib ko'rsak, tenglik demak bajarildi. Mana ifoda ayrilib ketib 0 teng 0 ifodaga keldi. Demak, berilgan tenglama, ya'ni funksiya berilgan tenglamaning yechimi ekan. Hop, birinchi tenglama odatda demak o'sha berilgan funksiya f(x, y) hosila qatnashgan o'zi emas, ya'ni ma'lum bir shartni qanoatlantiruvchi, ya'ni boshlang'ich shart deb ataluvchi mana bu shartni qanoatlantiruvchi yoki bo'lmasa x teng x0 da ma'lum bir y0 qiymatni qabul qiluvchi yechim qidirilishi talab etilsa, ya'ni boshlang'ich shart bilan berilsa, bunday yechim, ya'ni bunday masala o'zi qo'shi masalasi deb yuritiladi va bu boshlang'ich shart deyiladi. Boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechim esa
bizga demak xususiy yechim deyiladi. Mana bu demak umumiy yechim bo'ladi. Ikkinchi tenglamani qanoatlantiruvchi yechim, ya'ni ixtiyoriy S uchun bajarilsa. Agar mana bu boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechim bo'ladigan bo'lsa, bu demak endi xususiy yechim deb yuritilar ekan. Doim xususiy yechim topishda biz umumiy yechimdan foydalanamiz. Umumiy yechim topib turib, keyin xususiy yechim topiladi differensial tenglamalarda. Hop. Navbatdagisi demak. Hop. Differensial tenglamaning uning umumiy yechimdan ixtiyoriy o'zgarmasini hech bir qiymatda hosil qilish mumkin bo'lmagan yechimi demak maxsus yechim deyiladi. Demak biz xususiy yechim, umumiy yechim, yana maxsus yechimga ham to'xtalyapmiz. Maxsus yechim demak xususiy yechim qanaqa edi? Umumiy yechimdan hosil qilinardi, lekin umumiy yechimdan hech qanaqasiga sen o'rniga nima qo'yib bo'lsa ham hosil qilib bo'lmasa, demak bunday yechim endi maxsus yechimlar deyiladi. Singulyar yechim ham deb yuritiladi. Ba'zi tenglamalar ham demak umumiy yechim ham maxsus yechimlarga ega bo'ladi. Endi qo'shim masalasiga to'xtalib o'tamiz. Yuqorida aytganimizdek, mana shu boshlang'ich shart bilan berilgan differensial tenglama demak xususiy yechim talab qilinsa, bu masala qo'shim masalasi yoki boshlang'ich shart bilan berilgan differensial tenglama yoki qisqacha qo'shim masalasi deb yuritiladi. Qo'shim masalasi yechimi mavjudmi yoki yagonami, u mavjud bo'lsa degan savollar kelib chiqadi. Bu savolga mana bu teorema javob beradi. Ya'ni qo'shim masalasining yechimining mavjudligi va yagonaligi haqidagi teorema. Agar demak biror bir nuqta, P0 nuqtaning nuqtani o'z ichiga oladigan D sohada funksiya va uning xususiy hosilasi uzluksiz bo'lsa, u holda y bo'yicha xususiy hosilasi demak uzluksiz bo'lsa, demak y' barobar f x y differensial tenglamaning mana bu boshlang'ich shartni qanoatlantiruvchi yechimi mavjud va yagona bo'lar ekan. Demak bu masala, ya'ni bu teorema qo'shim masalasi yechimiga ega bo'lishini yetarli shartlarni ta'minlaydi. Geometrik jihatdan teoremaning shartlari bajariladigan har bir nuqta orqali yagona demak integral chizig'i o'tishini bildiradi. Mana ya'ni ma'lum bir S da bitta S ga qandaydir son qo'ysak, mana y barobar Cx yechim bo'ladigan bo'lsa, S ni o'rniga 0 qo'ysak, demak y barobar 0 chiziq bo'ladi. Ox bilan ustma-ust tushadigan 1 qo'ysangiz aytaylik, nima bo'ladi? Y barobar x va hokazo, demak chiziqlar oilasi dastasi tushuniladi. S ni o'rniga bitta son qo'ysak, xususiy yechim, bitta yechimni topayotgan bo'lamiz. Endi birinchi tartibli differensial tenglama berilgan yechish qanaqa bo'ladi? Bu yerda eng sodda differensial tenglama berilgan, o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglama. Demak shunga kirib kelyapmiz. Tenglama qanday yechiladi? Noma'lumlar bir tomonga, ya'ni bilasiz oddiy tenglama yechishda ma'lumlar bir tomonga o'tkazib yechiladi. Differensial tenglamamizda ham o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama ham xuddi shu zaylda yechiladi. Ya'ni y'larni bir tomonga, x'larni bir tomonga qilishimiz kerak va shundan so'ng ikkala tomon integrallanish orqali topiladi. Bu yerga demak mana misol keltirilgan. Demak, qo'shim masalasi yechish talab etilyapti. Y' ni o'rniga doim dy dx yozib olamiz. Mana yozib oldik va e'tibor bering, proporsiya orqali bir tomonga demak x'larni, bir tomonga y'larni o'tkazib oldik. Va shundan so'ng ikkala tomon integrallanadi. Integral jadvalda bor integrallar bular. Integrallansa arc tangens x va arc tangens y'larni beradi. Plus c yoki o'ng tomon c. Demak mana shu yechim. Buni xohlasangiz ikkala tomon tangenslashingiz mumkin, bo'lmasa shu holatda ham qoldirishingiz mumkin. Bu umumiy yechim C qatnashdi. Lekin bizga nima kerak? Xususiy yechim kerak. Ya'ni x ga 0 berganda y teng 1 ni qabul qiladigan yechim kerak. Demak x ga 0 qo'yamiz, arc tangens 0, y ga 1 qo'yamiz, demak pi taqsim 4. Demak nima bo'lsin? Bir qiymatni qabul qilsin. Shunday y ni topib olamiz. Mana shu yerdan y C1 1 ekanligini topdik. Umumiy yechim demak mana bu ko'rinishda. Xususiy yechim demak mana bu ko'rinishga kelib qoladi. O'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama yana mana bu ko'rinishda, umumiy ko'rinishda beriladi. Ikkala tomonni integrallash orqali yechimni xususiy yechimlar topiladi. Mana bu yerda o'zgaruvchilari ajralgan ko'rinishda beryapti. Umumiy yechim darrov topiladi.
Yana undan tashqari mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. O'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamalar, buni ham x larni y larni bir tomonga o'tkazish orqali yechimni bemalol topishimiz mumkin. Navbatdagi ko'rinish mana bu ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. y dy dx, ya'ni dy mana bu ko'rinishda ham bunda ham x lar y lar, demak ma'no bitta. Noma'lumlar bir tomonga, x lar y lar bir tomonga o'tkazilib, ikkala tomon integrallanish orqali topiladi. Hop, ma'lum bir ko'rinishlari borki, demak funksiya yuqoridagi o'zgaruvchilar ajraladigan emas. Demak bir jinsli, endi ikkinchi ko'rinishdagi differensial tenglamaga to'xtalyapmiz. Bir jinsli differensial tenglama. Bir jinsli funksiya o'zi nima degani, shunga to'xtalib o'tamiz. Demak, berilgan funksiya f x y bir jinsli deyiladi. Agar x ga tx, y ga ty qo'yganda, yana berilgan funksiyaga teng bo'lib chiqsa, demak berilgan funksiya bir jinsli funksiya deyiladi. Masalan, mana bu ifoda berilgan. X ni o'rniga tx, y ni o'rniga ty lar bilan almashtirsak, yana qisqarib o'ziga kelib qoldi. Demak, bu berilgan funksiya qanaqa ekan? Bir jinsli funksiya ekan. Agar y' barobar f(x, y) differensial tenglamada o'ng tomon bir jinsli funksiya bo'lsa, demak bu differensial tenglama qanday nomlanar ekan? Bir jinsli differensial tenglama deb nomlanadi. Hop, bir jinsli differensial tenglamani yechishda biz doim mana bu almashtirishni qo'llaymiz. Y taqsim x ni u deb belgilaymiz. Bu yerdan y u kara x, y ning hosilasi esa ikkala tomondan hosil olsak u / x plus u ga kelib qolamiz. Va o'rniga qo'yish orqali, almashtirish orqali, demak biz mana bu o'zgaruvchilari ajraladigan differensialga keldik. E'tibor bering. Demak, bir jinsli differensial tenglamadan o'zgaruvchilari ajraladigan differensial tenglamaga kelib qoldik. Va uni yechamiz quyidagicha. Xo'p, navbatdagi ko'rinishlar bor, ya'ni hamma vaqt ham bir jinsli differensial tenglamalar darrov almashtirish orqali, ya'ni y taqsim x orqali bir jinsliga, ya'ni o'zgaruvchilar ajraladiganga kelavermaydi. Shuning uchun ma'lum bir variantlari bor, ya'ni hollar borki, uni demak maxsus almashtirishlar orqali bir jinsliga olib kelamiz. Ya'ni masalan mana bu ko'rinishda x1 plus alfa, y1 plus beta almashtirishlar orqali ko'rishingiz mumkin. Demak, mana shu alfa betalar topilib yuqoridagi holat, ya'ni bir jinsli holatga olib kelinadi. Mana misol ishlanyapti. Almashtirishdan so'ng alfa betalar topilib mana bir jinsliga keltirildi. Bir jinslidan so'ng almashtirish natijasida o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglamaga kelib qoldik. O'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglamani esa yecha olamiz. Bu misolda ham xuddi shunday yo'l tutilgan. Hop, navbatdagi holatimiz determinanti 0 bo'lgan holat, ya'ni o'sha koeffitsiyentlar 0 bo'lgan holatni ko'rib o'tamiz. Bunda demak ma'lum, ya'ni umumiy ko'paytuvchini qovusdan tashqari chiqarib ax plus by ni z orqali almashtirish orqali demak bir jinsli differensial tenglamaga keltirishimiz mumkin ekan. Mana shu misol keltirilyapti bu yerda. Almashtirish orqali demak shu misol bir jinsliga keltirilganini ko'rishingiz mumkin. Xo'p, navbatdagi tenglamamiz demak chiziqli differensial tenglama. Chiziqli differensial tenglamamiz y' px y barobar qx ko'rinishda keltirilgan bo'ladi. Agar bu 0 bo'lsa, bu o'zgaruvchilar ajraladigan differensial tenglama. 0 dan farqli variantni demak ko'ramiz. Bu demak bir jinsli bo'lmagan differensial tenglama hisoblanadi 0 dan farqli bo'lsa. Xo'p, qanday yechamiz? Yechishning ikkita yo'li bor. Demak, birinchi yo'li bu Bernoulli usuli. Yechimni u ko'paytirilgan v ko'rinishda, ya'ni o'zgaruvchilar ko'rinishda izlanadi. Ikkinchi ko'rinishi bu Lagranj usuli yoki variatsiya usuli deb yuritiladi. Demak, biz yuqorida aytgan Bernoulli usulida umumiy yechim, ya'ni formulamiz mana bu ko'rinishda 15 ko'rinishda yoziladi. Bu yerda p demak y oldidagi funksiya, q demak o'ng tomon edi. Mana shu formuladan bemalol foydalanib yechimni birato'la yozishingiz mumkin. Faqat bu yerda mana bu yerda ikkita integralni hisoblash kerak bo'ladi.
variatsiya usuli, demak bu yerda ham Bernoulli usuli bayon qilingan. Variatsiya usulida demak avval bir jinsli qismi yechiladi, bir jinslidan so'ng konstantani variatsiyalab turib, ya'ni o'zgaruvchi deb turib, o'ng tomonga ko'ra izlab umumiy yechim ham topilishi mumkin. Bernoulli tenglamasi demak ozgina bir jinslidan umumiyroq holat hisoblanadi. N bu yerda 1 ga teng emas va 0 ga teng emas deb qaraladi. 0 ga teng bo'lsa bu bir jinsli bo'lmagan, ya'ni yuqorida bayon qilingan holatga kelib qoladi. N teng 1 bo'lib qolsa, bu mana bir tomonga o'tkazib yuborib, y chiqarib olsak, nima o'zgaruvchilar ajraladiganga keladi. Shuning uchun n bu yerda 0 va 1 emas. Bu yerda maxsus almashtirish bor. Demak z barobar darajasida 1 - n ko'rinishidagi almashtirish orqali, ya'ni mana bu almashtirish 17 almashtirish orqali berilgan tenglama, demak Bernoulli tenglamasi bir jinsli bo'lmagan chiziqli differensial tenglamaga kelib qoladi. Chiziqli differensial tenglama qanday yechilganini biz bayon qilgan edik. Bernoulli formulasidan foydalanib yozishingiz mumkin. Shunday qilib, demak, ma'ruzani yakunladik. E'tiborlaring uchun rahmat. Keyingi darslargacha sog' salomat bo'ling.